Xabi Alonso ketsin. Nima bo'ldi? Ketsin. Mourinho va Klopp Xabiga Real Madrid kattalik qilyapti. Achinarli. Jamoa piyoda yurib o'ynayapti, o'ynashga ham xohishi yo'q. Xabi Alonso zaxiraga olish kerak bo'lgan futbolchilarni zaxiraga olmayotgani uchun o'zini boshini yeydi. Vinicius, Bellingham, esal jonlaninglar, rasvoyimiz chiqib bo'ldi tavba qilib. Vini ketsin. Vaziyatlarimiz bo'ldi, faqat futbolchilarimizdan oxiriga qadam yetishmadi. Men oxirigacha Xabi Alonsoni qo'llab-quvvatlayman. Agar Mbappe bo'lmasa, u hech narsa qila olmaydi. Vinicius nima qilyapti? Vinicius qayerda? Hamma o'yinlarda shunday, duh bilan o'ynash kerak. Chempionlar ligasining o'yini-ku bu. Madridning libosi oq rangda, u hech qachon sharmandalik bilan kirib bo'lmasligi kerak. Lekin bugun esa e'tibor ber, men arz qilmayapman. Bugun shunchaki uyatli bo'ldi. Nima o'ynayotganimizni ham bilmaymiz. Bu uyat, shunchaki uyat. Vinicius uyiga ketaversin, iltimos. Bu dahshat, shunchaki uyat, to'g'risi. Bu mavsumda yetakchilar Valverde, Vinicius. Ular qayerda? O'zini ko'rsatayotgan yagona futbolchi Kurtua. Jamoada yetakchi yo'q. Faqat bitta futbolchi bizni qutqaryapti, boshqa yo'q. Yaxshi o'ynaganlar. Faqat Carreras, Chouameni va ozgina Rodrigo bo'ldi. Kim hafsalangni pir qildi? Menimi? Umumiy jamoa. Bu shunchaki uyat. Xabi Alonsoning ortidan pichoq urishmoqda. Pressing qilaylikmi, yo'qmi? Vinicius qo'ysangchi, kayfiyatimni buzmasangchi, og'ayni. Hamma ketish kerak, yagona qolish kerak bo'lgan futbolchi Kurtua. Hujum yo'q, himoya yo'q, yarim himoya yo'q. O'lik, jamoa o'lik. Vinicius ketish kerak, bunday o'ynab bo'lmaydi, to'g'risi. Natijasi aniq bo'lgan hukm o'qib bo'lingan. Murabbiy o'zidan kutilmalarni oqlay olmadi. Va shu jumladan futbolchilar ham. Ular Real Madrid libosini kiyishga arzimaydi. Ularda hozir hech qanday xohish yo'q va bu xohishni boshqalardan ham yo'qotishmoqda. Va faqat aynan futbolchilar asosiy aybdorlar. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, kimdir Real Madrid libosini kiydimi, so'nggi nafasigacha uni himoya qilish kerak.